Germaniya şirketleri 2023 yıldan başlap Şarkı Türkistan'daki faaliyetini to'xtatishi kerak. Federatsiya parlamenti ilmiy mulozimat ishxonasi tayyorlagan mutaxassislarning doklatiga qaraganda Adidas, BMW va Amabab qatorliq dunyo markalarini o'z ichiga olgan nurg'un shirkatlar 2023 yili 1 yanvardan boshlab yo'lga qo'yilgan ta'minlash zinjiri qonuni deb atalgan yangi belgilama sababidan Sharqi Turkistonga ishlab chiqarish va hamkorlikni oxirlashtirishi kerak. Bu qonunning xalqaro sahnada aktiv rol o'ynaydigan Germaniya shirkatlarining kishilik huquq, bolalar emgigi, klimat va tabiiy boyliqlar haqidagi mas'uliyatlarini surishti qiladiganligini ta'kidlangan dokladda mundaq deyildi. Xitoy jazo lagerlarida kishilik huquqqa qarshi tutib turgan Uyg'urlarning majburiy emgakka silinishimi bu qonunning chegarasi ichida. Federativ parlament ilmiy mulozimat ishxonasining dokladida Germaniya shirkatlarining Xitoy kasbiy tarbiyalash markazi deb ataydigan lagerlarga yaqin joyda ishlab chiqarish markazi va zavod qurganligi tanqid qilingan. Dokladda buning boshqa mustaqil xalqaro dokladchilar tomonidan isbotlanganligi bayon qilingan. Xitoyning Uyg'urlarga yurgizib kelayotgan qabih jinoyatlari Birlashgan Davlatlar Tashkilotining 1948-yili e'lon qilingan irqiy qirg'inchilik jinoyatlarining oldini olish va uni jazolash ahdnomasi moddalariga asosan irqiy qirg'inchilik deb bekitilgan edi. Washington Post gazetining 16 may kuni bergan xabarda aytilishicha, yangidan oshkorlangan bir dokladda berilgan ma'lumotlar Xitoyning Uyg'urlarga yurgizib kelayotgan bostirishlarning madaniyat qirg'inchiligi emas, jismoniy qirg'inchilik ekanligini texmo ilgirlagan holda isbotlagan. Irqiy qirg'inchilik jinoyatlarining oldini olish va uni jazolash ahdnomasida irqiy qirg'inchilikqa aniqlama berilgan bo'lib, bir millatning a'zolarini o'ldirish, turmushini vayron qilish, bolalarini tortib olish, nopus ko'payishini cheklash qatorliq jinoyatlar Xitoyning Uyg'urlarga yurgizib kelayotgan jinoyatlarni to'liq aks ettirib berdi ekan. O'tgan yil tadqiqotchi Adrian Sins Uyg'ur rayonidagi nopus ko'payish nisbatining 2017 yildan 2018 yilgacha 43.7% tuvanlaganligini, buning 1950 yildan bu yangi eng ig'ir tuvanlash ekanligini ko'rsatgan edi. Yaqinda Adrian Sins va Avstraliya strategiyalik siyosat tadqiqot o'rnidagi tadqiqotchilar Xitoy hukumatining sonliq ma'lumotlariga asosan bu nopus kemayishining janubdagi 4 viloyat oblastda eng ig'ir bo'lganligini bayqagan. Xalqaro qonun bo'yicha irqiy qirg'inchilik cho'ng jinoyat bo'lib, mayli urush yoki tinchlik davrida bo'lsin, cho'qim chekilinishi va jazolanishi kerak ekan. Ammo yuqorqi ahdnomaga qo'l qo'ygan Xitoy hukumati 2016 yildan beri bu qonunni xohlagancha dafsanda qilayotgan bo'lsa-mu, hech qanday jazoga uchirmay kelgan. Yevropa İttipaقı Amerikaning po'lat temir va alyumindan qo'shimcha tomoshni beja oladiganligiga qarshi Amerikaning har xil mahsulotlarga planlangan yangi bojning qisman to'xtatilganligini e'lon qildi. Yevropa İttipaقı bilan Amerika 2018 yildan boshlab davom etayotgan po'lat temir va alyumin tomoshni beji talash tartish to'g'risida bayonot e'lon qildi. Bayonotda Amerika va Yevropa İttipaقıga a'zo davlatlarning o'xshash davlat bexatarlik manfaati, bozor iqtisodiy va demokratik tuzilmasi bo'lgan ittifoqdosh davlatlar ekanligi, ularning Xitoy qatorliq savdoni qalayimqonlashtirish siyosatini qo'llaydigan davlatlarga qarshi harakat qiladiganligi bayon qilindi. Bayonotda yana Yevropa İttipaقı bilan Amerikaning suhbatga ijobiy muhit hozirlab berish uchun ikki taraf savdosiga pasiv ta'sir ko'rsatadigan masalalarda tadbir qo'llanmaslikqa qo'shilganligi va yil oxiridan burun ularning bu masalalarni hal qilish chorasi bilan ta'minlashga tirishadiganligini o'tirg'a qo'yilgan. Yıllardan beri Xitoyning Janubiy dengizidagi mavjudligi va kengaymichiligi atrofdagi rayonga tahdid paydo qilayotgan bo'lib, Amerika o'z ittifoqdoshlarini yeniga tortib, bu ig'vogarchilikni to'sish uchun harakatlanib kelayotgan edi. Amerika Birlashma agentligining xabar qilishicha, shanba kuni Yaponiya qo'g'dinish armiyasi, Amerika dengiz armiyasi va Fransiya quruqliq armiyasi birlashib, Yaponiyaning janubidagi bir orolda harbiy manover o'tkazgan. Bu qatimqi harbiy manover Xitoyning Yaponiya bilan dengiz territoriyasi talashish, bo'libmi Senkaku orolining egilik huquqini talashish vaziyatiga to'g'ri kelgan bo'lib, Yaponiya taraf Xitoyning kengaymichilik qora niyatidan borgan sari andisha qilmoqda ekan. Amerika prezidenti Biden İsrailya baş ministri Netanyahu bilan telefonda ko'rishganda bu rayonda urush to'xtatishni qo'llaydiganligini aytdi.
Aqsarayning yozgan yozma bayonotida Baydenning İsrailning qalayotgan raketa hujumiga qarshi o'zini qo'g'dash huquqini qat'iy qo'llaydiganligini bayon qildi. Ma'lum bo'lishicha, Amerika hukumati G'azadagi hujumdan ilgari İsrailga 735 million dollarlik aniq yetakchi boshqarilgan bomba setishni tasdiqlagan. Yana bir tarafdan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti İsrailning G'azaga qilgan havo hujumi sababidan 42 ming falastinlikning uy makonlaridan ayrilganligini e'lon qildi.